Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Angliyalik advokat Karimxon Kiyusi Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining Gagadagi bosh taftişi bo'lib tayinlanib, sudga a'zo bo'lmagan davlatlar bilan aloqalashishga va jinoyat sodir qilgan davlatlarda sud etishga va'da berdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Karimxonning Xalqaro Jinoiy ishlar sudining yangi bosh taftişi bo'lib tayinlanganligini qizg'in tabrikladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining prezidenti G'ulom Osmon Efendi biz uning tezdan harakatga kelib davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga mas'ul Xitoy amaldorlarini tekshirib bartaraf qilishini umid qilamiz dedi. Oldingi hafta, ya'ni 6-oyning 10-kuni Şərq Türkistan sürgündü hökuməti va Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining advokatlari Xitoyning irqiy qirg'inchilik va ziyonkashligidan qochib boshqa davlatlarda panohlangan Uyg'urlarning davomli tutqun qilinib, ziyonkashlikka uchrayotganligini isbotlaydigan texnik ko'p dalil isbot hujjatlarini topshirdi. Yangi dalil isbotda ko'rsatilishicha, Rim nizomnomasiga a'zo davlat Tojikistondagi Uyg'ur nufusining 85%dan 90%gacha bo'lgan qismi Xitoy hukumatining hujumiga uchragan va majburiy holda Xitoy ishg'ol qilgan Şərq Türkistonga qaytarilgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati Uyg'ur və başqa Türkiy xalqlarga vakolatan aslida 2020 yil 7-oyning 6-kuni Xalqaro Jinoiy ishlar sudi Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga rasmiy arz sunib, jinoyatga mas'ul Xitoy amaldorlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni tekshirish va ayblashga chaqirdi. 2020 yil noyabrda Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan arz 16 davlatdan kelgan 60 dan ortiq parlament a'zosining qo'llashiga erishdi. Ammo Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining sobiq bosh amaldori Fatu Bensuda 2020 yil dekabrda boshqarish tavalligini isbotlaydigan yetarli fakt yo'qligini e'lon qilib, texnik ko'p isbot talab qildi. Da'voga mas'ul angliyalik advokat Rodney Dixon Xalqaro Jinoiy ishlar taftish mahkamasiga sunilgan bu yangi hujjatga asosan Xitoyning jinoyati Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonda sodir bo'lganlikdan Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi delonni tekshirish va boshqarish huquqiga ega. Bu faktlar Xitoy hukumatining Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatda yashaydigan Uyg'urlarni yig'ish va ularni Xitoy ishg'ol qilgan Şərq Türkistonga qaytarib kelish uchun maqsadlik, tashkillik va planli harakat olib borganligini isbotlab berdi dedi. Şərq Türkiston sürgündü hökuməti har qaysi joylardagi Uyg'urlar va boshqa Turkiy millatlarga vakolatan Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining yangi bosh taftishi Karimxonni tizdan harakatga kelib, irqiy qirg'inchilik yurgizishda rol o'ynayotgan Prezident Xi Jinping qatorliq Xitoy amaldorlarining jinoyatlariga qarata tizdan tekshirish olib berishni va bartaraf qilishni umid qiladi. Şərq Türkiston sürgündü hökumatining bosh ministri Salih Xudoyor Efendi dunyo Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlar ustida yurgizayotgan qirg'inchilikni tugatish uchun harakat qilishi kerak. Biz Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining yangi taftishi Karimxonning Xitoyning bu jinoyatlarining Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarishida ekanligiga qo'shilishini va bu jinoyatlarni tekshirib bartaraf qilishini umid qilamiz. Hozir nurg'un hukumat va parlamentlarning bu davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni allaqachon tunib yetganligini nazarda tutganda, bu har qanday vaqtdagidan muhim dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti e'lon qilgan bu axborot Sharqiy Osiyo gazetida tafsiliy bayon qilindi. Avstraliya Dunyo savdo tashkilotini Xitoyning eksport qilingan Avstraliya uzum harqining to'kma qilib sotilishiga qarta boj qo'yish masalasida Xitoy bilan bo'lgan talash-tortishishga aralashishni talab qildi. Avstraliya bilan Xitoyning munosabati necha 10 yildan buyongi eng nachar holatda turmoqda. Beyjingning Janubiy dengiz rayonida kunsiri kuchayotgan harbiy orzusini o'z ichiga olgan rayon xarakterlik jo'grafiyalik siyosiy nuqtalarda diplomatik surkilish paydo bo'ldi. O'tgan yili Avstraliya 2019-yilning oxirida Xitoyda tunji qitim bayqalgan Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirishni talab qilganda jiddiylik kuchaygan. Shuningdek, keyin Xitoy Avstraliyaning bir turkum tovarlariga iqtisodiy jazo yurgizdi. Beyjing Avstraliyani uzum harqi ishlab chiqaruvchilarga qonunsiz moliya yordami berdi deb aybladi. Noyabrda Avstraliya uzum harqidan 5 yilgacha 200% dan ortiq import beji olishni e'lon qildi. Xitoy Avstraliyaning eng qimmatli uzum harqi eksport bozori edi, ammo boj bu foyda oladigan savdoni yo'qotib tas qoldi. Avstraliya amaldorlari Xitoy aytgandek uzum harqi kasbiga moliya yordami berilganligini rad qildi.
Avstraliyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Xitoy davlatiga iqtisodiy jazo berish harakatining o'ch elish ekanligini aytdi. Bosh minister Scott Morrison yana hukumatining iqtisodiy besimga javob qaytaradiganligini ogohlantirdi. Canberra hozir Dunyo savdo tashkilotiga Xitoyning tamojna bejini shikoyat qilganligini aytdi. Avstraliya savdo ministri Dan Tehan bu yil martda Xitoy hukumati Avstraliya uzum harqiga 116%dan 220%gacha boj qo'ydi. Bu Avstraliya uzum harqi kasbiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Eksportimiz 1 milliard 100 million Avstraliya dollaridan taxminan 200 million dollarga tushib qoldi. Avstraliya uzum harqi sanoati bilan maslahatlashdim. Ularning hukumat bilan hamkorlashganiga rahmat aytaman. Biz bu uzum harqini Dunyo savdo tashkilotida kun tartibga ilib kelishni qaror qildik dedi. Bu harakat G7 ilg'or iqtisodiy gavdalar guruhining boshliqlar yig'inida Avstraliyaning Xitoyning savdo odatiga qarshi texmo qattiq pozitsiya bildirish chaqiriqi o'ttirg'a qo'yilib, bir necha kundan keyin ilib berildi. Avstraliya Xitoy arpa eksportiga tamojna beji olgandan keyin Dunyo savdo tashkilotiga telefon qilgan bo'lib, bu qitimqisi ikkinchi qitim telefon qilishi ekan. Ammo Dunyo savdo tashkilotining hal qilish jarayoni uzun muddat kengashish va hukm chiqarishni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Kompartiyasining rahbari Xi Jinping bir necha kun ilgari peshqadam partiya rahbarlariga xitob qilib, ulardan Xitoyning suyimlik obrazini tiklashni talab qildi. U Xitoy amaldorlarini davlatning do'stlar chambaragini kengaytirishga chaqirdi. U yana o'zining partiya vakillarining dunyo bilan aloqa qilganda aloqa mahoratini inchikka tengshash kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning bu qilqiga Amerikaning boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatining yaxshiligi, Amerikaning dunyodagi eng kuchli davlat ekanligiga bo'lgan qizg'inishi sababchi bo'ldi. Xitoy an'anaviy aloqa va diplomatiya masalasida tuvan o'ringa tushib, tashviqotdan o'zini qochiradigan davlat deb atalgan. Ammo Xi Jinpingning rahbarligida hozir muhim nuqtani davlatni ishonchlik va hurmatga sazovor bir davlat deb tashviq qilib, shu orqali yaxshi bir obrazga erishishni maqsad qiladi. Xitoy rahbari mustabid va zolim hokimiyatdan istoshlik qilinadigan dunyoviy kuchga aylanish uchun Xitoyga bo'lgan ko'z qarashda burilish hosil qilishning lozimligini his qilganmish. Xi Jinping yana Xitoy Kompartiya organlaridagi a'zolarning so'zlash ohangiga diqqat qilish, kamtarlik va isil sifat bo'lishni mashq qilishni buyurdi. Oldingi oyda Xitoyning partiya amaldorlariga tava Weibo'dagi bir hisobot nomeri Xitoy virusining ikkinchi to'lqini mezgilida Hindiston kirisini tanqidlagan qoidasiz bir obyektiv yozmani o'ttirib qo'ydi. Bu ish Beijingni tanqid qilingan nuqtaga aylantirdi. Xitoy yana Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan kishilik huquq lafsanchiligi sababidan dunyo miqyosida ayblash markazi bo'lib qoldi. Chet el jamoat fikrini kontrol qilish hozir Xitoy strategiyasi va siyosatining yadrosi. Xitoy yana iqtisodiy qiyinchilikqa bor davlatlarga xizmat fursati yaratib berish va axborot vositalarining kontroliga erishish orqali foydalanadi. Yaqinqi yillardan buyon ommaning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va hissiyoti shiddat bilan tuvanlamoqda. Bu yil 4-oyda Bao ASEAN munbirining yillik yig'inining ochilish marosimida Xi Jinping internetning hozir jamoat fikridagi asosli jang maydoni ekanligini tilga oldi. Xitoy ijtimoiy aloqa vositalarini o'zining iz qo'g'lash quroli qilib ishlatgan bo'lib, Xitoy virusining tarqalish mezgilida boshqa davlatlarning Xitoy virusining tarqalishining oldini olish ahvollarini aybladi. Xitoy diplomatlarining ijtimoiy taratquv hisobotlariga bir qarabla Xitoyning til va usulining qanchalik darajada bema'ni ekanligini ko'rgili bo'ladi. Bu davlat Facebook va Twitterga o'xshash g'arbdagi ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanadi. Ularning har ikkisi Xitoyda cheklangan. Ammo Xitoy Kompartiyasi rahbarlari bu supalarga nihoyat yaxshi agishkuchlarni to'plagan. Tonna saxta hisobotlar millionlagan kishilarga Xitoyni mas'ul ko'rsatish uchun davlat egiligidagi axborot supaları va Xitoy amaldorlarining mazmunini ham bahirlaydi. Hozir nurg'un davlatlar Xitoyning axborot erkinligi nomida dezinfeksiyani qanday tarqatganligini to'nib ketdi. G'azi Mustafa Kemal Atatürk hammalar shuni bilishi kerakki, biz tinchlikni xohlaymiz deganimiz, biz to'liq mustaqillikni xohlaymiz deganimizdan iborat bo'lishi lozim. Bizning buni orzu qilish huquqimiz bor. Biz 10 yoki 20 yilda haqorat bilan o'lgandan vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirib, sharaf va izzat hurmat bilan o'lishni oldingi o'ringa qo'yishimiz kerak degan. Tajovuzchidan tinchlikni tamak qilish g'ururi, vijdoni bo'lmagan millatga xos xususiyat.
Bizning g'oyamiz vatanimizni tajovuzchidan qutqizib mustaqil qilish bo'lishi va bu g'oyani ishga oshirish uchun har qanday bedellarni to'lashga tayyor turishimiz lozim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.